Qaysar. Balki biz taqdirlari hech qachon tutashmaydigan quyosh va oy kabidirmiz. Shunchaki bir lahzalik tutilish kabi. Feydin Fayyad. Absidiya shahri. Qahramon tavsifi. Ismi Feydin Fayyad. Yoshi 25 da. Jinsi erkak. Bo'yi 181 cm. Dini islom. Kelib chiqishi Absidiya, kasbi mafiya. Qahramon haqida. Feydin Fayyad Absidiya hukmdori Qaysarning eng kichik o'g'li. Buyuk Fayyad oilalari tugamay qolgan urushga kirib qolganida va bu urush qon to'kilishi bilan yakunlanganida u atigi 5 yoshda edi. U zo'ravonlik va boylik qamrovida ulg'aydi. Feydinning ta'lim olishi uzoq davom etgan bo'lsa-da, doim o'tkir aql va o'ziga xos qobiliyatlarni rivojlantirdi. U jang san'ati, taktika strategiyasi va o'qotar qurollar bo'yicha mashq qilgan. Shunday bo'lsa-da, u hech kimni o'ldirmagan. Feydin akasining o'limidan so'ng qaysar bo'lish uchun o'zini yetarli darajada kuchli deb hisoblamaydi. Nurul Asror qishlog'i. Qahramon tavsifi. Ismi Mikaila Ayaz. Yoshi 20 da. Jinsi ayol. Bo'yi 168 cm. Dini islom. Kelib chiqishi Nurul Asror. Kasbi qishloq boshlig'i va ustoz. Qahramon haqida. Mikaila Ayaz marhum qishloq boshlig'i va hurmatli ustoz Imom Ayazning qizi. Otasining vafotidan so'ng u kuch va sokin matonat bilan yetakchilikni o'z zimmasiga oldi. U ayol kishi bo'lsa-da, osoyishtalikni mustahkamlash yo'lida an'analarni hurmat qilgan holda qiyinchiliklarga bardosh berdi. Ot minish va kamondan o'q otishda mohir bo'lgan Mikaila nafaqat hurmatli yetakchi, balki kuch va nafislikning o'zida mujassam etgan kuchli jangchi hamdir. Muqaddima. Aholisi savdo-sotiq bilan mashhur Absidiya shahri hokimiyat tasarrufida edi. Oddiygina qishloq post shaklida ish boshlagan bu joy dunyoning boshqa burchaklaridan savdogarlar, musofirlar va surgun qilinganlarning e'tiborini tortib, madaniyatning gullab-yashnagan chorrahalaridan biriga aylandi. Tabiiyki, qonlar aralashib ketdi. Qarama-qarshi guruhlar paydo bo'ldi. Har bir tug'ilish esa jamiyatning yanada xilma-xil toifalarga ajratdi. Odamlar o'zlarini absidiyalik deb bilishar, ammo sobit hukmronlik yo'q edi. Asrlar davomida 4 ta zodagon oila bu hokimiyatga ega chiqish uchun temir mushtlar va o'tkir qilichlar bilan kurashdi. Fayyadlar, Wolflar, Kayzenlar va Drakonlar shaharni shaxmat taxtasiga aylantirdilar. Bu yerda qon, pul, xiyonat qonun kabi edi. Ularning ustunlik uchun kurashi nihoya bilmasdi. Ko'chalar jang maydoniga aylangan. Sadoqat esa soya kabi o'tkinchi edi. Vaqt o'tgan sayin mojaro katta urushga aylanib, buyuk oilalar urushi deb nomlandi. Dilxiraliklar esa Absidiyan shahri sifatidagi jozibasidan mahrum qildi. U tamaddunning nozik qobig'iga yashiringan jang maydoniga aylandi. Har bir tor ko'chada qon hidi anqib turardi. Jasadlar ariqlarda chirardi. Adolat bo'lish kerak bo'lgan joyda jinoyat avj oldi. Urush avloddan avlodga o'tdi, ammo g'olib chiqmadi. Absidiya shohlar yoki konstitutsiyalar tomonidan emas, balki qo'rquv va omon qolish iskanjasida boshqariladigan tarqoq hududga aylandi. Keyin keskin burilish vaqti keldi. Bu Zayn Fayyad shaxsi bilan bog'liq edi. Fayyadlar sulolasining 5-imperatori boshqalardan farqli dushmanlarga qarshi kurashda yovuzlik bilan emas, reja va siyosatni biladigan odam edi. Uning harakatlari tez, shafqatsiz va aniqlik bilan amalga oshirilardi. Bir nafasda Kayzen va Drako imperiyalarini qo'lga oldi. Ular Fayyad hukmronligiga taslim bo'lib, bosh egdilar. Ammo Wolflar sulolasi unga bo'yin egmadi. Ular shunchaki izsiz g'oyib bo'ldilar. Birorta ham merosxo'r qolmadi. Ularning uylari tashlab ketildi, boyliklari egasiz qoldi, jasadlari topilmadi. Hech kim nima bo'lganini so'rashga jur'at etolmadi. Hech kim ularni ismini pichirlab ham aytmadi. Shahar ularni g'oyib bo'lishini tabiiy qabul qildi va bu sirni sukut qa'riga ko'mdi. Raqiblar qolmagach, Zayn Fayyad hammasiga ega chiqdi. U o'zini na xon, na xo'jayin deb atadi. U o'ziga Qaysar nomini berdi. Bu unvon hech kimga bo'ysunmaydiganlarga xos edi. Uning nazarida Absidiya shunchaki shahar emas, u bir qirollik edi va u bu qirollikni mutlaq hukmronligi bilan boshqardi. Politsiya safga tizildi, siyosatchilar qo'g'irchoqqa aylandi. Mer esa saylovda kim g'alaba qozonganidan
qaysarning xohishiga ko'ra xizmat qilardi. Taxt ko'rinmasdi, ammo uning qudrati shaharning har bir burchagida sezilib turardi.